Cobalt tayyaridan minaman deganlarga 2019 kapot kirlodi, 102 kraskasi bor deyapti. Qattiq udallari yo'q, konditsionerlargacha ishlaydi. ABS konditsioner 4-pokoleniya metan, holatlari o'ta ham go'zal. Boshdan boshlaymiz. Qoraytirilibdi, faralar, diska balonlar qo'yilgan. Ichki salonlarni ko'rsatamiz, rol qo'yilgan, avtomat korobka, chig'ol polik hamma yo'g'i bor. Tesla Nightfall, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 158 ming yuribdi. Apshkalari ham chiroyli turibdi. Bu tomondan ko'rinishlari o'ta ham go'zal ekan mashina. Hadovoy motorida umuman ishi yo'q ekan. Oladi, minadi deyapti-yu. Bu tomondan ko'rinishlari, zapaskalari hamma yo'q joyida, metan gaz. Eng qiziqarligi qalamcha stoplari ham bor ekan. Kapot kirlo deb aytildi, 4 ta diska balonlari yangi ekan. Puliga keladigan bo'lsa, puli nech pul endi aka buni? 8400 dan ozgina o'tib berasiz. Keyin bo'laveradimi aka? Yetmagan bank bilan bo'lmaydimi? Barter yo'llari bormi? Telefon raqamingiz? 91lik 488 00 ga telefon qilaverasizlar. Qadrdonlar, ulgib qolinglar. Pul arzon buni ham. 19 avtomat.